Өзбекстаннан, Ташкенттен арнайы келіп отырған, әні хит болған, өздеріңіз сүйіп тыңдап талай билеген, аты Орта Азияға белгілі, әйгілі Ләбіден әнінің орындаушысы, мен ортаға қадірлігай, Мұхаммад Зия бауырымыз шақырып келіп тұр қадірлігай. Давайте поаплодируем, Казахстан! Мұхаммад Зия! Узбекистан! Assalomu alaykum avvalambor. Bugun Almatada sizlarda xizmatinglarda bo'layotganligimdan benihoyat xursandman va o'zimga minnatdorchiligimni bildiraman. Almas inima bugungi mana shu shodiyonasida qatnashayotganligimdan bag'oyatda xursandman va shuni aytib o'tamanki, bir san'atkor uchun albatta o'zini yurtida ashulasi hit bo'lganligi o'laroq boshqa mamlakatda ashulasi hit bo'lganligi bu baxt. Bu baxtni Parvardigor egam menga nasib qilganiga shukr. Yaqinda Almataga shu Osiyo hiti ashula Osiyo hiti bo'lganligini unvonini beramiz deyishganda ham men kela olmadim. Bu uchun ham o'zimga minnatdorchiligimni bildiraman. Iloyim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, boringlarga shukr, qo'lim ko'ksimda sizlarga ta'zimdaman. Sog' bo'linglar. Sevaman degan eding, kuyaman degan eding, bag'rimga bosganimda o'ylasam quvonaman. Hayatım degan eding, quvonchim degan eding, bag'rimga bosganimda o'ylasam quvonaman. Janam marhaba. Gözüge